Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Boshpana TV kanalini ko'rasizlar. Men sizlarga Yunusoboddan shunaqa zo'r mahallada, mana ko'rasizlar mahallani. Zo'r uy topib qo'ydim. Bu juda katta joy. Bemalol 3-4 ta oila joylashib olsanglar ham bo'ladi yoki bo'lmasa uy qurib sotadiganlar ham bemalol xarid qilsa bo'ladi. Xo'sh, biz qayerda turibmiz? Yunusobod tumanidamiz. Yo'l Ayriq mahallasi, Farog'at ko'chasidamiz. Bu o'sha yo'l taxminan 100 metr. O'ng tarafga yursangiz Yunusobod kurugiga chiqasiz, chap tarafga yursangiz Uch Qahramon kurugiga tushasiz, betonkadagi. Xullas, zo'r akasi, tinch joy. Aynan shu xonadon sotilyapti. Fasadlari 26 metrga 50 metr ekan, umumiy 13 sotuv yer maydoniga ega. 13 ta xonasi bor. 4 ta sanuzeli, 3 ta oshxonasi bor. Juda ham zo'r xonadon. Xohlasangiz yashayverasiz, bemalol 3-4 ta aka-ukalar bo'lsa, ahil bo'lsa, maza qilib yashashsa bo'ladi yoki bo'lmasa buzib boshqatdan qurasiz. Xullas, nima qilsangiz ham yaxshi mahalla. Mahallani ko'ryapsizlar, asfalt. Maktab ikkitalab bor, ikkitalab bog'cha bor. Yo'l, men 100 metr chiqqaningizdan keyin hamma narsani optimi bor. Suv, hamma narsani xullas optimi bor. Universal bozor ham juda ham yaqin joyda joylashgan. Xo'p, sizni ham uy joyingizni reklama qilish kerak bo'lsa, tepada nomerim turibdi. 97 kodi bilan 422 27 75 menga telefon qilsangiz, xuddi shunaqa mahallangizga, uyingizga boramizda, chiroyli qilib obzor qilib, Boshpana TV YouTube, Boshpana TV Instagram, Boshpana TV Telegram kanallarimizda reklama qilib, sotilishiga sababchi bo'lamiz. Agar meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta obuna bo'ling. Xudo xolasa 20 mingta bo'ldik. Tez kunda 100 mingta bo'lishni maqsad qilganman. Alloh yetkazadi bu narsaga meni. Siz sababchi bo'lasiz. Bitta obuna bo'lish tugmasini bosing. Ketdik ichkarini ko'rsataman. Uy egalarining nomeri, bizda bilasizlar, maklerlik qilib, ustiga pul qo'yib, o'zimizning nomerimizni qo'yib o'yin qilmaymiz. Mana shu nomerlarga telefon qilasiz. Videoni tagida ham yozib qo'yganman. Bemalol telefon qilib savdolash, xarid qilsangiz bo'ladi. Fasadimiz 26 metr, ichkarisiga 50 metr. Kirib kelishingiz bilan bemalol ikkita mashinangiz bu yerga sig'adi. O'ng tarafimiz ham, chap tarafimiz ham bino. Alohida ko'rdinglar, darvozasi ham bor, ikkinchi darvozasi. O'rtadan mana o'zi zabor qilib bo'lib qo'yilgan, lekin bitta kadastrda turibdi. Umumiy 13 sotuv, hammasi bitta kadastrda. 13 ta xonasi bor. Xonalarini masalanga bitta ikkitasini ko'rsataman. Kafilni kles urib qo'yishgan ekan. Shuning uchun biz bosa olmaymiz. Mana xonalarning remonti, 13 ta xonaning remonti taxminan shunaqa. Bundan yomon emas, bundan yaxshi bo'lsa yaxshi, bundan yomon emas. Bu yerda ham bitta xona bor. Ayollar bor, shuning uchun uy ichiga kirmaymiz. Yer hisobida sotyaptilar. Narxlarigacha aytib o'taman sizlarga. Kelinglar, buni chegarasi qayerda desangiz, chegarasi Kanada chegarasida. Daraxtlar bor, har xil daraxtlar. Mana g'ozmi bu, o'rdakmi bu bilganlar yozib olinglar. Nima bu? G'ozmi bu, o'rdakmi bu? Yo'q, vashi boshqa narsami? Yozib olinglar. Anjir daraxti bor ekan, o'rik, anor daraxtlari bor ekan. Mol qo'y boqish uchun mana shu yerda joyligi ham bor. Bemalol boqsanglar bo'ladi. Tovuqlar boqishar ekan, o'rdaklar boqishar ekan. Bu yerda mana olma sop yerga to'kilib ham yotibdi. Yer unumdorligini ko'rdinglarmi? Olmalar g'ijillab sop yotibdi, yerga to'kilib yotibdi. Mana bu yerda ham uylar bor. Mana xonalar bor. Remontini ham mana boyga mana bu oshxona ekan. Ichlarini ko'rsatmayotganimning sababi, ichkarida odamlar bor birinchidan. Ikkinchidan, bezovta qilmaylik, yer hisobida berishyapti. Mana bu yerga bitta oila joylashib olsa bo'ladi. Mana bu yerda xona, zal, oshxona, hammom, tualetlari bor. Umumiy 4 ta sanuzel, 3 ta oshxona bor. Tasavvur qilasizlar, bu degani bemalol 4 ta oila joylashib olsa bo'ladi. Mana shu joygacha chegara. Bu devordan 1,5 metr zahvati bor ekan. 1,5 metr bu yoqdan 50 metr o'xshiy chiqadi. 26 metr fasadiga ega. Bu uyimizni 1 sotigini 50 ming dollar so'rayaptilar. Pastda egalarining nomeri, telefon qilsangiz, chiroyli qilib kelishtirib beradilar. Savdolash, xarid qilib qolaverasizlar. Sizni ham uy joyi sotish kerak bo'lsa, bemalol ushbu raqamdagi 97 kodi bilan 422 27 75 o'zim olib javob beraman. Chiroyli narxlarda borib uyingizni obzor qilib, sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Bizning xizmatimiz juda ham kam. 2-3% olamiz uyingiz narxidan demaymiz. Arzimagan xizmat haqimiz bor. O'sha narxi to'lasanglar biz chiroyli qilib obzor qilib sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Demak, keyingi boshpanalarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.